Bulupla her qaysılarının güzel turpanlığı mihman bulup yayınlarını karşı alınız. Benim ismim Anarxan. Oylap yakınlarca bu isim sizler tanış mı? Yaki nakşam arkalık bunun mənisini səninləği salayım. Seni müzikini koyun. Bugün akşamga elçi keledi ekan. Ular hazır yo'lda kelib yutibdi. Nima? Yo'lda kelib yutibdimi? Men hazır bek aldirash, bu yerdan ayrilamayman. Bir amal qilib ularni to'sib kelib. Xotirjam bo'lib, bu ishni menga topshiring. Men hozirlamay. Onasi, tayyorlig'ingga bitib qolgandi. Ha, tayyorlig'im bitdi. Tamog'inglarni tayyor bo'lgandi. Xotirjam bo'lsa debsin. Hammani taqib qo'ydim. Әмсә, чыгып карап торганлар, мехманлармы келе деп калды. Арас. Кандай хан сыртка чыгып өзүнө даллык эп турсын. Мен унуңга деген, лекин унуң бурну канап турса, талага чыгышка бейепкен. Унуң бурнуга зады неме болгонду? Хадислик канаган. Немешке докторго көрүнүп бакмайды? Докторго көрүнүптү. Доктор унуңга далванчың деген һәм исет, һәм кургак, шамалдын жык чыгыдыган жай. Burundan kanışı normal işte. Şunun için o burrak toy kılıp ürümçü keçiş kerekdi. Ahırı bugün onunla elçi kelediğin oldu. En yaxşısı çoğun kızımız özünü daldık et dursun. Tanıştırgan kişiden anlasam, kızımızı tapkan o adam nikahdan ajrashkanmış. Yeşim o 50'sini aşkanken. Mesele yaşta emez. En tatlık üzüm o kır telektin düşüdü. Siz nemini biletsinler? Tağa? Maşinadan çıkla? Sizler doğru ettiler. Bu yoqda hakikaten çıraylı kızlar köpken. Kızcak, bir işiniz var mıydı? Ben Anarxan bunu men. Boyluqdaki halının küçük kızı. Bu yerga bir elsiz mehmanı kütülüşten keleverdim. Efendim, kaysiri boladı lekin? Men
Men bo'ldimi? Tog'a, meni chiqish odamnikan deb qolmislar. Bugun sizga bir ishni aytqili keldim. Men aytsi, qanday ishingiz bo'lsa, menga de. Ailemizga efendimning fazilati hamma ahvolidan intayin rozi bo'lgan edi. Shug'ini sizga efendimning zodi qanchalik pul borligini, achamni amirga ilishga pul chiqish qildigan qilmaydiganligini so'rab bilishni unutib qolibdingiz. Hay, bunga bir gap yetam do'jayning qo'liga avrusta tursa. 谁都知道我们苏皮老板家财万贯。 Shundaqdimi o'tanini aniq bilib olay deyman-a. Tog'a, sizlarning boyliqlari zodi qanchalikdir? Bir timanmi yoki bir qancha o'n timanmi? Sanini aniq aytib baqsizlar-chi, zodi qancha pullar bor? Az deganda 1 million. Nima? 1 million? Voy. Aylanib qalay dedim. 1 million? Voy, o nimaga yetadi? Nima? 1 millionga yetmamdi ekan? Albatta yetmaydi. Men sizga hisoblab beray-a. Urumchidan tutun ailemizga faqat bir yurish uy setib olamiz desak, necha o'n timan ketadi. Agar yana yaxshiroq bir mashina setib olsak, o'chaqda turmush qilsak qulaylik bo'ladi. Hey, to'xta. Almadik akam o'ylanib cho'z qolsa, o'chaqda yangamni ko'chirib ketgan. Bo'ldi, bas. O'tgan qaytim uyonlardagilar oila bo'yicha ko'chib berishni aytmagan to'g'ri. Bu qanday gap? Aytmaganmidsiz? Faqat aytmagan. Hatto to'liq to'g'riliqmi ig'sashmagan tursa. Asta, cho'toq bo'pti. Bunda shaklarni odatda rasmiy hududlashtirgan kanal o'tirib qo'ydigan tursa, men nemishqa hozirga yurgandiman. Endi qanday qilaman? Cho'toq qilib. Acaba ochingiz oltindan so'qilganmidi? Shuni deyman. Ochingiz oltindan so'qilganmidi? Albatta. Ocham degan oltindimi ko'p pulga yaraydi deysizlar? Gapingga quloq solsa, ularni bo'ldi. Ishqilib turishtirgan chaqdimi? Bunday gap yo'qdi. Erturing. Tog'a, gapim taxi tegmada quloq solslar. Boylarga shaklar vaqtincha odatlarga qo'shilib, yana o'lish vaqti bo'ladi. Erturing. Tog'a. Hey! Tog'a, gapimga quloq solslar. Gapni ochiq qilyapmandilar. Ketdi. Hammamiz ketdi. Kim ketdi? Tog'imiz ketdi. Ha? Hey, qaysigan ketdi? Sizlar tashib qolgan mehmon bo'lmamdi. Uni men nasihat qilib ketkizratdi. O'zini nima qilgan? Dada, ranjimizlikchi. Deylik tag'am helim yaxshi ketdi. Uningga kim tegapti? Ya'ni kelib o qiyra odamkan emasmi? Xeyri bo'lsin nima bo'ldi? Kuni yaxshi o'sib bo'lmadimi? Uni uyingga akilib, pishirib yemding-ya, ha? Uni men yemdim-a? Mening uningga o'tkidek tishim yo'qchimi? Dada, men uchun ortiq ham yemisizlar. Men bir qarorga kelib bo'lgan. Agar muvofiq loyiq chiqmasa, tanha o'tib ketishga roziman. Ayol kishi uzun, er kishi pilak. Uzun pilakdan ayrilsa, qurib qoqib qolgan tursa, pulga yaramdi. Dada, sizlarga Kerimning zodi nari yarim edi. Nima deding? Ayni vaqtda nemish uni uydan qo'g'lab chiqarib etdilar dada. Kerim degan harbiy. Uning ustiga o doim sirtlab yurgachga, men seni uning bilan chidirlarda uy tutib, kun kechirishingni xohlamagan. Dada, acaba men shuncha o'zimdan beri sizlarga yorgan o'sha erni izlab yurib kelmanda. Qizim. Dadaga bunday gap qilsa bo'lmaydi. Bu oilda faqat mening deganimni esa agar yolg'iz o'taman deydi kelsan, sana shuni deb qo'yayki, bu oilaga qaytib tegichi bo'lma. Acha! To'g'ma. O ashu choq bilaklarni panatarab yashaolasin. Dadam bilan ocham har qatim gap talashsa, natijasi chiqmasdi. Buning sababi shuki, 8 yil ilgari dadam Kerim ismli yili qishoviy darajalik payjoni uyimizdan qo'g'latgan edi. Kerim bir munavvar harbiy bo'lsin, lekin dadam o'z qizining bo'yliqdan yiroq joylarda yo'l yasaydigan bir harbiy bilan tog' chilg'alarda umr o'yasida yashashga chidamagan edi. Ashu choq bilaklarni panatarab yashaolasin. Ashu choq bilaklarni panatarab yashaolasin.
Sulaymon Van Munarni ekskursiya qilgandan keyin, ehtimol sizning fikringiz necha yil ilgirki tarix ustida sayli qilishi mumkin. Endilikda men sizlarni Jungo tarixidagi yerlik va haybat su inshootlardan biri bo'lgan karuzlarni ekskursiya qilishga boshlab boraman. Bu karuzlar pochtaxona. Hey, ustan, mashinani to'xtating, men tushib olay. Qantas, men pasul qilavatdim. Yaxshimisiz? Sal vaqtida ketdingiz. Hey, men o 2000 yen pulni birga mondirib yetsam bo'ladi. Qadrchi, Beijing Millat Universiteti biologiya fakulteti. Qisqacha eslatib qo'ying. İlhan, sizni shundoq sevgandim. Nima ardoq chiqmadingiz? Siz bilan ko'rishgili aldirabchi. Bir necha kun sirtga chiqib qolib, she'rni sizib to'p yetibsiz. Seni nochibasiz atam bilan uysiramni so'zlashib Almuxon! Almuxon! Chasan uyga qayting. Ay yengem kaltay ko'tarib Kamilni qo'llab, surto'qay qilyapti. Chasan uyga qayting. Chapsan bo'ling deyman. Tez bo'ling. Yo'qqa. Ay yengem. Yetim Allah. Meni huzurlarimda buzg'unchilik qilmoqchimidan? Kim qilyapsilar? Kamilni men evatgan. Qayoqqa tashlasa deyman. Unaqa et. Dorilarni bu yerdan etkazsin. Ay yenge. Kechiring. Faqat to'yiqni mo'tivarlarlar. Men oyanga deb chaqira oldim. Ay mama, u tanqilizgan dora. Zaharsiz. Zaharsiz? Emis içib yiqing, ha? İçmemsiz. Abba, bu degan ilm-fan, bilyotamdilar, ilm-fan. Quruq deb qilma. İlim-fanni-chi, men mi bilaman? İlim-fan bo'yicha aytganda, qiz farzandlik bo'lish yoki o'g'il farzandlik bo'lish dadaga bog'liq ish. Lekin men qiz tug'ib, dadam meni kaltaklab, dumbalimidimi? Ay mama. Mening o'zimlarim jismiga loyiq yashil o'zim. Ximiya va o'g'it ishlatilmagan. Ta'm kirgizgich dorilarning keragi yo'q. Yigit, siz to'yiqliq bo'lmagandikin, mening o'zim zarliqimga ham qizim olmaqamga yaqin kelguchi bo'lmoq, angladingizmi? Seni degancha qasaba bu. Oldi tarafda haqiqiy yurmagan o'xshamamdi. Mashina tarqab ketdi. Amalda o'tib chiqib qoladi. Qo'misi bu yerda bir kecha tunash to'g'ri keladi. Bo'ldi. Necha yerda to'xtaman chiqib qarab qo'y. Oldi tarafda nemish bo'pti? Siz bugun Urumchiga yetib bo'lmaysiz. Kechiring. Ko'rikni qiyanib ketdi. Shunda jigarimiz qilyapmiz. Keyin qaytib ketamiz. Qaytandimi? Men bir mashina sayohatchini etkazgan tursam. Kechiring. Men bajig'ira qilyapman. Keyninglar qaytib ketinglar. Ular bugun aeroplanga ulgurmasa bo'lmaydi. Men Turpan Yalqinda sayohat kooperativining bosh direktori, eng chong boshliqlarni chaqirib keling. Nima bo'ldi? Bu yerga eng chong boshliq men. Do'klar, atraf boshlig'i. Men ogohlantirsammi, ularning mashinasi biz o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Ben devlet başlıklarını restoran körüp bakma ama baş direktörlerini kötüyken kan siz yanalı kendiniz kaytın. Kere? Bu siz mi? Siz... Ben Anarxan. Turpandaki Xaliq Axun'un kızı Anarxan. Kandarxan'dan küçük sığlısı. Iyilikte kuyruk çevirgiz. Siz ahçam bilen yürümegen misiniz? Kuyruk çevirgiz? Siz çoğuna çoğup getirdiniz mi? Mening bundaq cho'ngdo'mig'imni aslan qilib bo'psiz, a? Siz nechun atrof boshlig'i ekansiz ku? Sizni bu yerga tutib qolarimni o'ylamas ekanman. Mana shunday. Buni kiyib qarorga tushganda havo sovuqroq. Kerim aka, chidirlarni berib turganingiz rahmat. Cho'ng bo'lgan siri sizni takalluqqa ustib ketibsiz. Atani kechlikmi? Opam u yaxshi turyapti. Dadamning o'tgan yili bir qatim yurak sanjig'i qo'zg'alib qoldi. Biroq cho'nchaq yo'q. U degan alayda materialni yasalgan odam. Bachamni so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Qanday demsiz? Ha. Qanday tinchlikmi?
Akam yanala davanchon shamol elektrik stansiyasida ishlayotdi. Hech to'y qilmadi. Biror loyiqni topmadi. Nima uchun? Akam sizni zotli unutganmaganda qiladi. Sizchi? Akamni o'ylabmi qo'ydingizmi? Shayton qiz, gap elishga ustozimisiz? Xalq aqlning uyutkilarining hammasi sizman emasmidi? Kerim aka, javob bermamsiz. Kızım bu. Oğlummu 5 yaşga kirib qoldi. Bolanızning onasimi sizga o'xshash harbiymi? O harbiy doktor edi. 2 yilning oldida Qaraqurum tegida mashina hodisasiga uchrab qurbon bo'ldi. Nima dedingiz? Kesib ketdi. Siz kirib aramaylang. Keyinchi birini deyishamiz. Bolaga o'zingiz qaratamiz. Shundoq. Qizim qayerga borsa, o'ni shu yerga bor. Bola mush yerdimi? Bangül, ha, ikinci siyasi komisarını çakırıp gel, hop! Son atraf başlığı. O berdaşlık verenmey, tekiyelin alıp korkağın idi. Cengçilerin hemisi onu ikinci siyasi komisardaydı. Şundak deysa, o koşup gidiyor. Şakitlik, mening kimligimni bilamsan. Meni Acha degin. Tursun, gap qilolmaydi. Mashina hodisasi yuz berganda, o mu mashin deydi. Hayotini saqlab qola olgan bilan gap qilamiz boqqa. Tursun, mening ismim Amarxon. Qasrni qaroydilar, ah gijonim yoriya, ah gijonim yoriya, fakat qasamni menga, ya gijonim yoriya. Peshqadam başqa. Bu yilqi yashin g'ala guruhining musobaqasiga sizlarmi qatnashamdilar? Fermerning oldida qarayman-da. Ha, peshqadam başqa. Anlasam, yani kuyog'unlari sizlarni yo'qlab ketdimiz-ku, ha? Sendek o'kilishchiga bu ishlarni surishtirishni qo'yibdi. O odamni men ko'rgan, shuni sal qiyraroq ekan. Qandaxonga men boshqa birsini tanishtiraymi, ha? Sen nima? Kishiga loyiq topolg'idek karomating bo'lsa, bu yerda o'tkiz topdingmi? Qizimga terjidan birini topasan toyliq. Ola, pulini. Peshqadam boshliq, odamni unchalik kamsitib ketmisizlar. Men achamning o'g'li chet elda o'qiyotdi, juma. Bo'pti, o'qib qo'yasan. Men endi mangay. Kerim aka, rahmat sizga. Bo'ldi, mashina chiqdi. Achamga xat yozishni unutib qolmang. Tursun, Acham bilan xo'shlashdim. Tursun, xo'sh. Achamga telefon qilishni unutib qolmang, juma. Xo'sh. Dadisi, qaysi kuni degan gaplari rostmi? Qaysi gapni deysiz? Beliqtini sizni cho'ng qizimizga agar yotliq bo'lishga qo'shilmasang, uyga qaytib kelgacha bo'lma demadilarmi? O bunda xizab qo'ygan gap emas, balki qaror. Qat'iy ijro qilinadigan qaror. Nima deganlar bu?
Uni qarar deb kelib bo'lmaydi. Undaq deyishga aqllarmi yo'q? Agar qoyil bo'lmasa, ovoz qo'yib boqaylik. Kichik qizimizni anglasam, o'g'limiz Po'lat tuyuqdagi biraylarning Olmaxon ismli qizini tepib olibdi-dak. Anglasam o qiz bak chiroyliqmish. Tuyuqdiki? Kimdan qiz ekan? Tamaqani yap, andın mağmamsa. Po'lat bir neçkilik tecrübe materiallarini seliştirmek deydi. Ben berip kelay. Yalğan. Toy qilishdan burun meni aldasan, toy qilgandan keyin ering seni aldaydi. Voy, apa, sizga zodi Po'latning qayeri yaramaydigandu? Yaramagan gap emas. Amsi meni onun bilan qoladilar. O degan Xoliqning o'g'li. Xoliqning uydagilarning hammasi kasab qizim. Appa, siz zamanın keynat qatqiladimi? Hozirgi davr xalq degan ishlarning zamoniga o'xshamaydi. Mayli, qaysi zaman bo'lsin. Men sening turmushda menga o'xshash kuniga qilishingni xohlamayman qizim. Appa, lekin dadam bilan to'y qilib baxtli bo'lganlar. Biroq uning umri qisqa keldi emasmi? Yaxshi kunlarga endi erishib, lekin ta'lim ko'ch kelib. Dadam meni tashlab o alemga safar qildi. Men nima degan sho'r peshona. Bayisli Po'lat tuyuqdagi bir qizni yoqtirib qopdi deydingmi? O zot kimdan qiz ekan? Po'lat uni boshlab kelganda o'zir so'rab baqsan. Mening hozir bilgim bor. O zot kimdan qizidir? Oyimning qizi ekan. Eliq oyimni unutib qolmaganlar. Oyim? Ötüp geçip senin kızın tepkisi be. Kakaklar külüp de kettin oğlu xotan. Gel ayımның kızı ekan. Anam dayım, nemi tersan şunu alısan deydigan. Eyneli tikip koygan küçük üzümleri man emdi küçük demez mi? Ben kaçan kayısı küçük üzüm tikip gelmem. Öz vaxtida sizlar ayımni tashlab ketibdiganlar. Mana endi ayım o'g'illarni otdan batlab onun edibini rafat berdigan bo'ldi. To'la jinni deydigan gapni qilmanglar. Bo'lmaydi. O'g'limni oyimning qizini hargiz etmayman. Siz hozir kent boshlig'i emas. Men misilning qarorlariga qo'shilavermayman. Öz vaqtidagi cho'ng qizimizning ishini o'ylasamlar qattiq pushaymon qilaman. Biz ash Kerim degan yigitga uyib kelmaymiz. Endilikda o'g'limizning to'yi ishini buzadigan bo'lsa, men sizni hargiz kechirmayman. Mening faqat mush bir o'g'lim bor. To'y? Ha. Sadiq. Sağlıkta, bu yoqqa kelib qopdingmi? Ha. Üzüm qurta otamsan? Ha, bir ishlar bormi? Ha. Sendan bir ishni so'ray dedim. O'tgan gapini qilgan hayliqqa chet elda o'qiyotgan tuqqaning to'y qildimi, yo'q? Yo'q, o aldirash bo'lg'achqa hozirgacha to'y qilmadi. Shug'inisi xohlash xolmasligini bilmaymiz-da. To'y xalqqa sizlar qarorlarini o'zgartirdimi yoki qizlarimi? Malol kelmay bir vaqtni ularga o'rlashtirib bergan bo'lsam, ular yuz ko'rsa qandar hamma qarorini o'zgartib qolar.
Anarxan, agar bekli andishida qolgan bo'lsang, o'zingni telefon berib baqsang bo'lmadimi? Biz faqat qisqacha berish qilib kelishgan, biroq bu muqamlashmagan ishkan. O ehtimol imtihondan o'tmay, men yuzlanmayotgan bo'lish kerak. Shundaqdimi? Bu degan cho'ng ish tursa, u imtihonni qanday berganligidan seni xabarlantirib qo'yish kerak-da. Ya'ni kutib baqay. Balkim natijasi texnik chiqmagandir. Olimadish o'tmagan bo'lsa, men so'rayversam, uning ko'ngli parakanda bo'lmamdi. O'zining ko'ngli parakanda bo'lsa maylimi? Mushumi gapmi? Bu taraflarni o'ylab ketmadim. Men faqat uning o'qishga erishmayligini, o'zimning uni izchil qo'llab-quvvatlashim lozimligini bilaman. Singlim. O'tdan quloq sol. Ayollarning fikr xiyoli xuddi bir eqinga o'xshaydi. U eqinni hargizmi cho'lbayovonga boshlab qo'yma. Undaqda kerimchi. U mundaq yermi yoki cho'lbayovonmi? Kerim. Aka, men Kerim akamni uchratdim. Shundaqmi? Uning qismi tovanchamga arasida ekan. U yaxshi turib yetibdimi? Balki ig'ir kunda qopdi. To'y qilgan ekan. Ayoli mashina hodisa qazo qildi. Hozir u 5 yoshli o'g'lini birga ilib yurib, tog'arasida yo'l yasab yetibdi. Bolasi taxi qochgan degina. Hozir uning nadaligini bilamsan. Sen de ular turgan qismning telefon nomeri bormi? So'rmabdiman. Lekin men uningga sening yana elektr stansiyada ishkanligingni tappadim. Menimcha u o'zligini sen bilan aloqa qilishdi. U degan erkish tursa. İlhan, sizni bekni sevindi. Tezroq qisqacha yo'lni so'zlabdi. Voy, rasmiy e'lon chiqdimi? O'tibsizmi? Nima? O'z quraysiz bilan o'qim degansiz? Qancha pul ekan? Men cho'qim amal qilib, sizga yordam qilaman. Baba, men qaytib keldim. Topni o'ngshibni garib tushiramigan. Bukkalla. Baba. Ha? Nima ishing bor? Sizlardan 50 million qarz deb turay deganda. Uncha ko'p pulni nimaga ishlatsan? Sayohat kooperativimizning oylama mablag'i ancha ko'p emas. Shunga tushundim. Oylarning mablag'ining ma'nosi bu 50 ming yuan aylanib oxiri yana o'z joyiga qaytib keladi degani. Shundaqmi? Voy baba. Amsa men mush yerda o'tirib, u aylanib qaytib kelguncha. Erib turgan bo'ldimi? Ay, qara. Açanı gördün mü? Gördüm. Nima? O çetelde o'qiyotgan yigitni yaratmamdi ki? Canını aladigan ish bo'lsa-mu, bu gapni achamga hargiz demayman. Nima ish qil? Baba, Kerimning nari yomon. Nima ish qilib yoqtirmaydiganlar? Men Kerimning narining yaxshiligini bilmayman. Shunga men uningga o'sh. Kerim bilimlik, mas'uliyatchan, odamgarchiligi kuchli yigit. Uning vujudida nurg'un ishli fazilatlar bor. Acham shunday yigitga yaxshi bo'lsa, nima bo'pti? Amsa uningga o'zing tegib ol. Acham tegsa hargiz bo'lmaydi. Tegsan tegdim. Shunday qilsam nima bo'pti? İlhan, siz chet elga chiqib kelsangiz, siz bilan qancha uzunda ko'rishaman. O'ylab baqsam, kichik qizimizdan Saadil andish qilmaydi ekanman. Bolalarimizni ichida Amarxon eng yaxshisi. Men sizlarga 3 bola tug'ib berdim.
Sil yolg'iz uni yaxshi tasvir bo'lmas. Sayat kooperativning mablag'i rasl yetishmamdikan, buni so'rab baqlama. Bizning bankdagi pulimiz tayinli tursa. Sormayman. Sizmi sormanglar. Xotirjam bo'linglar. Anarxon hargiz yo'qolgan ishlarni qilmaydi. U pulga jiddiy ehtiyoj bo'lib qopti. Bankning ichilishiga ulguribdi, darhol beringlar. Darhol? Darhol. Anladingmi? Anladim. Bankaga darhol bormanda qancha pul bo'lsa, hammasini ilib Anarxonga tutqizib qo'yaman. Taraf qilinglar. Hech qilma qizlar. Bu üzümlere okşatıcı. Almaxon. Apa? Oy, ayım hamma. Ben bana yemse. Qizim, o'zingni tortibroq yur. U hozirlardan sana elchi kirgizmaydi. Undaq emas, apa. Po'lat uyimizga elchi evatmoqchi. Qachon? Bugun kechda. Apa, siz o'z vaqtidagi uning do'st bilan bo'lgan ishlarni deb Po'latni qiynaydi qalla. Qizim, iddiyangda tayyorlik bormi? Apa, Po'latni yaxshi ko'raman. Po'latni qabul qilsa, bo'lamdi, apa. Rostini desam-ku, Po'lat bilan o'chkirdigan bolalardan emas. Undaqda ko'ngillarda tayyorliklar bor ekanda. Vaqti kelganda bir gap bo'lar. Nima? Elchilikka o'zim boramdi ekanman. Shundoq o'xshaydi, dada. Shundoq o'xshaydi. U o'zini kim chaqlaydi ekan? Qanday gap bu? U o'zini kim chaqlaydi ekan? Nayt shu ko'rib tushgan kent boshlig'i. Qaysi bir kadrning bolasi o'ylansa, elchi qo'yib to'ylashmaydi ekan? Bu degan almusaqdan tortib davom etib kelayotgan qoida yo'sin. Qoida bo'yicha aytgandimi, uning degan yo'lsiz emas. Biz uni uyiga salomga berishimiz kerak. Biroq bu ishga o'zlari bormaydi-mi? Biz bir obro'li kishini uning uyiga elchilik avataylik. Durust. O'g'lim, quloq sol. Araga elchi qo'yaylik. Mana bu bizning qoidamiz. Elchi bilan xo'shim yo'q. Elchilarning hammasi kazab keladi. Ayni yili menga kelgan elchi dadangni o'kizdek kuchli ham sog'lom degan edi. Lekin u meni to'g'ri 20 yil pul qoldirdi-ku. Ularning to'ylik milining bizga lozimi yo'q. To'yga ketarlik lozimatliklarni allaqachon taqib qo'ydi. Unutib qolma qizim. Men to'yuqdiki eng boy ayol. O zodi boy xotinmikan yoki besham xotinmikan? Bu ayim zodi nima qilmoqchidir? Men uning dadisi kent boshqa janoblarni oldimga yelindirib keltiraman. U qaltis arbob emasmidi? Faqat u oldimga keladigan ondan qizimni Po'latga beraman. O menga yana kapolatnoma yozib, tamg'isini berish kerak dedi. Han kapolatnoma yozdirmoqchimikan? Chiqib tur. Bu qanday to'ylish bo'ldi endi? Apa, bu qiliqlar zodi qanlashmadi. Qizim, agar gapimni anglamaydi ekansan, mening seningda qizim yo'q. Navada uning bilan to'y qilsangmi, sana bir tal yangi chaqliq narsa bermayman. Ben mayli, o'sha jonlarni menga sanchib o'ltirasizlar. Dada, rasm deganda ayım hammamni sirini o'ziga boshlaga turmoqchi. Nima? Berib o xotinga deb qo'y. Men xoliq kallam ketadigan, tenim to'kiladigan ish bo'lsa, uni oldiga hargiz boshiga bo'lmayman. Bo'la. Qara, chaqchaq berib naqshani aytdi. Qala, Almaxon uyda bor ekan, naqshasa u chiqadi. Ma'qul, ayta.三个月亮爬上来，一个来，爬上来，照着我的姑娘梳妆台，一个来，梳妆台。
请你把那纱窗快打开，咦啦啦，快打开，咦啦啦，快打开，再把你那玫瑰摘一朵，轻轻地扔下来，再把你那玫瑰摘一朵，轻轻地。 Jigit, kani jigirang bolsa, naqshangni davomliq aytaymansa, yeta. Kökteki şu hilal ay, lay la lay, hilal ay, yar öyini yurutar. Appa, o naqshda aytayversinchi, tong otqich aytsimi, menni bergin, ishmayman, appa. Bola, yig'lama. Hamma ayib menda. 30 yil ilgarilar mushu suvni uningdan ziq kechayotgan bo'lsam, bugungidek bosh og'riqim mavjud bo'lmaydi. Hamoqat singlim, sen pulni uningga mushundaq qilib aytdingmi? Men pulni uningga o'z qo'lim bilan olib berolmayman-da. Shuncha aldirash qilsam, sayohatchilarmi shuncha ko'p tursa? Sen bo'lmagandimi, uningga qarz uchun yozib olsang bo'ladi. Acha, agar Kerim pulga mushundaq ehtiyojli bo'lgan bo'lsa, sen uningga hujjat yozdirib oladingmi? Ailemizda dadamning bag'ri tash, qag'alarimiz nemishqimi bag'ri yumshoq yerilib qolgandim. Bo'ldilar. Men faqat uni o'z qilgan ishni qilib olsin dedim. Apam shuncha yillardan beri dadamni izchil qo'llab kelyotdi-ku. Dadam degan tog'dek yulak bo'la oladi. Apamchi, u faqat raislik bilan dadamga yulinib yashaydi. Singlim, sening yana yo'lanchiging bormi? Taraf, men sana bir sirni aytib beray. Men uni Tangirtog'ning janubiy va shimoliy qizib oxir topdim. Rasma? Acha, deganingizda qanday o'zimni qayerdan topganligimni sana hargizmi deb bermayman. Kerim Shayxonzada bilim oshirib etibdi. Biz kelar oyda ko'rishadigan bo'ldi. Acham Qandarxon Kerimni ketdi. Acham oxir qadini ruslaydigan bo'ldi. Bugün Şinjanның elektr energiya sistemasi bo'yicha kasbi layoqat turining eng oxirgi imtihoni. Har qaysiinglarning muvaffaqiyatli imtihon berishinglarni umid qilaman. Yana shuninglarni aytibdinglar. Imtihon maydonining tartibiga diqqat qilinglar. Acha, Shayxonza yiroq emas bu. Biz hozirlamangaylik bo'lmaydi. O'gilik atiganda beradigan bir maydon imtihonim bor. Ondan boraylik. Amsi o'giliki bo'lsin. Men sayohatchilarni Urumchiga qilib qo'yay. Sen shamol elektr stansiyaning ekskursiya rayonida meni saqlabdir. Biz Shayxonzaga shiddatli hujum qilib, Kerimni tutamiz. Acha, sana bek mahallisim kelyapti.
Anarxon, chapsan bo'ling, mashina qo'zg'alay dedi. Kızım. Kızım. Acha. Dada, birden o'tirmasdi. Dada. Doktor ana. Doktor. Qizimning ahvoli qanaqa? Sizlar bemorni urib qolgan. Bemorning hozirgi ahvoli ancha yaxshi emas. Dastlabki diagnozdan qaraganda og'ir holdagi qon ozlik kesiligi. Sho'rba bilan qon ozlik kesilini davolag'ili bo'ladi. Men hozir berib. Tag'a, qizingiz jiddiy xarakterlik oqqon kesilib giriftor bo'libdi. Uni odatda kishilar qon raki deb ataydi. Doktor, qizimni davolab, qayt qilib bo'ladimi? Biz barliq amallar bilan davolaymiz. Bemorda ilgari kasallik alomatlari ko'rilganmi? Achamning doim burni qamaydi. Burun qanash oqqon kesilning eng tipik alomatlarining biri. Bu intayin yomon xarakterli kesal. Kasallik alomati paydo bo'lgandan tortib, oxirgi bosqichga qadar faqat bir necha oy davom qiladi. Hammalarda ideviy tayyorlik bo'lsin. Appa. Dada! Dada! Ushdan tut kutilmagan balo qazoga yuzinib qoldik. Achamning kasalga mubtalo bo'lishi bilan dadamning qon nuqtasi kesiliga giriftor bo'lib qoldi. Doktorning deyishicha, ancha cho'ng xatarmi yo'q ekan. Buni odatda sakta bo'lish deymiz. Biz dadamning salomatligini ko'zda tutib, uni Turpandagi uyimizga olib qo'ydik. U har kuni opam bilan Olmaxonning o'rinlashtirishini sukut ichida qabul qiladi. Biror eg'iz gapmi qilmaydi. Doktor bizga Qambarxonning teni to'liq ojizlab ketyapti. Ideyalarda tayyorlik bo'lsin deb ochiq aytdi. Qambarxon. Qambarxon. Oxiri keldingiz. Acam ketdi. U haqiqatan Turpanga qaytib ketganmi? Balanchilda shamol chaqirishini ko'rib turgan joyda tinchim. Men bu yerdan o'tgan chog'da go'yo Acam Qambarxon menga qarab qo'l-qo'lini tutgandek bir tuyg'uda bo'ladi. Xuddi nihoyatda aldirash ketyapti. Menga nimalarni bir demoqchi bo'layotgandek. Ammo ulgurmayotgan tuyuldi.
Sen bana neyimi demek ki boğuydu? Ben onu ne görürsün? Anarxan? Anarxan? Bana neyim oldu? Dadan yokturdu. Dadam yok miken? O neyge ketkendi? Ben mi bilmedim. Hiç yer görünmeydi. Dadam av yetken apa. Dada, öyle gideyli. Keşke şamal çıkıp kamsiyene. Güzel öyle gideyli. Dadası, neymi degilleri bolsa, dəvəslər, işçiler sıkılıp getmesin. Paşağa. Ben bayağı çok kızınızı gördüm. Benim kızım. Çok feleklerdi kendine bulup ülkede. Bitirip koydum. Kızım Kandarkan, sen rastlık çapılakla bırak bulup kaldın mı? Çağırıp ıslarsanız. Ben Kandarkan'ım ben. Kandarkan! Ayrılıp kaldım. İlhan'ın çatarlık çıkıp çekimize xeyli uzun bulup kaldı. Menişka hatırıq çıkıp xabar gelmeydiğandı. Yansınımға topnırlık kaçıp aldım. Yansınımın signalının aydı güçlük. Nadir hal telefon kısmıştı. Eğer telefon kılış kolaysız olsa, kısmıştır yollusunuz mu bulattı o? Anarxan, sizge xat ketdi. Xat azın ketdi. Kızım, qaytib keldi ama. Kızım, işini aç. Anarxan, işini aç. Yana bir urut başla. Anarxan, işini aç. Kızım, işini aç. Kapsan işini aç. Neymiş oldu Anarxan? İşini açtın kızım. Kız aç. Aça, o bana xat əvətibdi. O mening uzun yillardan beri onunla pul yardım qilib kelganimga rahmat aytibdi. O yana chet elga chiqqandan keyin o'zining ilgirki hayotining to'liq ma'nisiz o'tib ketganligini his qilganligini eshitdim. Mening onunla qilgan yordamim bekor ketmabdi Acha. Har holda uning o'g'il baldachiligi bo'lgan. Menga rostdan bir parcha qarz o'chib yeyib avatib qo'yasizmi?
Kimni izlaydilar? Oyimxon. Kep qaplig'i. Kep qoldim. Oyimxon. Faqatli qayermisiz, ha? Lekin sizlar bakla qayrib tugishib ketibdilar. Kent boshlig'i janoblari. Bir ish bilan keldingmi? Men og'rib yetib qolganda qizingiz olmagandan menga yangi üzümlarni avatibsiz. Rahmat sizga. Men o'zim o'stirman. Mening o'zimlarim sizning qo'saqlarda sesib ketsinmi, yoki sesib ketsinmi, men uchun baribir. Qani deslar, meni gaplar bor edi. Men bek aldirash. Men bugun o'g'lim Polatqa qizingiz olmaganini so'rab oldingizga elchilik keldi. Ha? O'zlari keplada. Yengilib qoldi. Oyimxon, men an'anaviy qoidamiz bo'yicha oldingizga rasmiy elchilik keldim, tushunyapsiz? Undaq bo'lsa, men sizlarni rasmiy taklif qilay. Uyga boraylik. Asla. Oyimxon, an'anamiz bo'yicha mehmonni qiziq choy damlab kutilishingiz kerak-ku deyman. Kechirsizlar. Hozir hal kunimiz yaxshi. Shunga heliqadek taqti choyni ichmaydigan bo'ldik. Hozir biz mineral suvi ichamiz. Qani, gaplar bo'lsa-da. 我本色。胡大保佑，今年又是一个丰收年。 Oyimxon, hozir sizmi o'zimchilik kasbiy oilasi bo'lib qoldingiz. Qoida bo'yicha e'tiborli o'g'illar uchun elchiliklarni bejar keltirmandilar. Qizingiz xuddi o'zimdimi shirin qiz bo'pti. Qizingiz olmaxonni osmondagi oydinmi go'zal, qarzning suyidimi suzuk, beg'ubor desi bo'g'idek. Gapni agitmaslar. O'g'ilchong bo'lsa o'ylaydigan, qizchong bo'lsa yotli qiladigan gap. Hozir mening o'g'lim Polat sizning ato'li qizingiz olmaxonni yoqtirib qopti. O'g'limning ko'ngli ko'ksi yolqin tog'dek otash ekan. Uning bo'y bastimi Sulaymon Van Munardek bahaybat cho'ng bo'ldi. Bo'ldilar. To'la o'zlarini cho'ng tutib, menga surhaybi ko'rsatman deysizlar. Agar sizlarning uydagilarning ko'ngli ko'ksi yolqin tog'da keng odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida sizlar hargizmi chashqanda quyruqlarni qisib, meni yolg'iz tashlab ketmagan bo'ladilar. Men bu uyda ham vaqtidagi yo'llarga qarab o'ltirmaydim. Men qochib ketmadim-ku. Qochib ketdinglar-ku. Nega chashqan bo'lmisan? Sizlar Turpondagi eng nomussiz chashqan. Oyimxon! Quruq gaplarni qo'ysizlar. Bizning qoida yo'sinimiz o'z vaqtida meni qutqizib olamagan, endi qizimizni saqlab qolamaydi. Shuning uchun menga kapolatnoma yozib tomg'inlarni besibasizlar. Bo'lmasa, men sizlarning uyda baqqan to'qinlarga ishonmayman. Kapolatnoma yozib bermaydiganlar qizimni o'g'illarga hargiz bermayman. Bu neler? Benim kapolatnomam. Ben kaçıp ketmedim. Öz vaqtida oilaga chiqishingiz yaxshi bo'lmaganligi uchun tashkil chiqimizning to'y ishiga qo'shilmagan edi.
Ayıpxan. Mana bularning sizga kadrlar maktubi turib yozgan xatlarim. To'ptig'i 27 parcha. Hammasi qaytib keldi. Men to'yga qaytib kelsam, sizlar allaqachon ko'chib ketasizlar. Buning ustiga sizni turg'un yotib bo'lib ketibsiz. Sizga yerim bo'lsa, qizim Qambarxonni o'g'lim debdi. Allah'ım qanday qiz bo'lib o'sganligi navoiyatimi ayni men og'rib ketib qolgan chog'larimda u o'z qizimdek mana shunday yaxshi ko'rdi. Almahan qandaq o'zi qushquchim zilva bo'yi. Almahan qandaq o'zi qushquchim zilva bo'yi. Nemish qilyapsiz? Naqsh aytyapman. Undaqsa naqshingizni davomlashtirmay, nima bu yerda tinch qilasiz? Muhabbat naqshini boshqalar anglab qolsa qanday bo'ladi? Bular behuda ovoramsanchi? Sizni gapirma. Qaramamdigan bularning shoxlashib ketganini. Hay, og'aylar, kelinglar, bizni birga aytaylik. Ha, shunday qilaylik. Alamu 看什么呀？不飞也不少，alamu 看什么呀？不飞也不少。她的眉毛像弯月，她的腰身像梅柳，他的小嘴很多情哎，年轻时你能发抖。阿拉木看什么呀？不飞也不少。阿拉木看什么呀？阿拉木看住在哪里？不如翻起360。阿拉木看住在哪里？不如翻起360。为他黑夜没瞌睡，为他白天唱歌奏，为他冒着风和雪，为他鞋底儿穿高头。阿拉木汗住哪里？不如翻起360。阿拉木汗住在哪里？Agar qo'shig'ingiz olsa, ishni ostingizga tamoq bor.
Almaxan! Almaxan! Ne bo'ldi apa? Menga Shinjang temir yo'lini kelkin etkizdi. Bir haftada aram remont qilib qo'ydik. Unda qo'shni ne bo'pti? Hammalar aeroplan tutib bo'lmadimi? Ahmoq qiz. Bizning necha yuz moyadagi uzumlarimizni aeroplanda qo'shig'ilib bo'ladimi? Temir yo'l yasalib qo'yguncha bizning bu uzumlarimiz yetib ketmadi. Qanday qilamiz? Polatning heriqi dorisi elimi bormidi? Apa! Bir qitimda ishlataylik. Agar sen ma'qul bo'lsang, Polatni qishig'a o'zim boray. Bir qitimg'imi bo'lmaydi. Hozirga o'ngishliq bo'lmadi. Ta'lim niman chiqardi? 我的命怎么这么苦啊Ayım amma teşvikmi qizim. Qoida usulimiz bo'yicha dadangizmi kelib ketdi. Almaxon bilan Polatning to'y ishiga mening boshqacha fikrim yo'q. O'tgan ishlarga salovat deyli. Lekin akangiz qizim Almaxonni uyimdan shundaqli olib ketadigan emasmi? Men uni nang bir jafoda yiqib cho'ng qolgan tursam. Ayım hamma, buni men tushunaman. Tushunsangiz bo'ldi. Bo'pti, ular berib to'y xatini ilaversin. Lekin yana bir shartim shuki, to'yliqni o'xshashla olaman. Appa, hech narsa talab qilmayman demaganmidlar? To'y qilmoqchi bo'lsang, og'zingni yum. Sana otgachilik qilishni kim qo'yib? Ish gap yo'q, ayim hamma. Men oilamizga vakolatni berib beray. Qani qanday shartlar borki? O'ylab baxsam, akangizning heliqi dorisi yaxshi narsa. Agar u qizimga o'ylanmoqchi bo'ladi ekan, shu dorining tajribasini darhol tamomlasin. Shu chog'da u haqiqiy ari hisoblanadi. Men uning pulini faqat ko'zda tutayotganim yo'q. Lekin mening qizim yaramliq bir erga yoqliq bo'lish kerak. Shu chog'da el orasida yuzim yo'riq bo'ladi. Appa, u tajribaga xeyli uzun vaqt ketadi. Sodiq, qanday qilaydi? Almaxon, men seni 24 yil baxtimga, u yana bir mezgil saqlasin bo'g'dak. Ma'qul. Akam yana bir mezgil saqlasin. Unda to'yliqchi. Akangizning heliqi dorisi shu. Lekin uning ismini o'zgartirib, ay markaliq yangi tip saqlash dorisi deydi. Uning patenti huquqi mening bo'lish kerak. Kim ishlatmoqchi bo'lsa, ketib olsin. Bo'lmaydi. U dori turpanga mansub tursa, uni nima vajidan siliga pagidak? Amsa, menmi unamayman. Almaxon mening qizim tursa, nima uchun? Uni Xoliqaxonning oilasiga bagidakman. Ayim hamma, sili u atoli qizlarni akamga bermaydigan ishlar bo'lsa, undaqda uni o'zimlar bilan qo'shib, opdan bahada ketib olsa. Anarxat! 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 Shuni deb qo'yay. Agar shartimga ko'nmaydi ekansizlar, mendan og'rinib yurmanglar. Qanday bo'ldi? Ondan o'zing so'rab baq. Nima bo'ldi? Aka, kechirgin. Men chatoq terib, to'y ishinglarni buzib qo'ydim. Dixil shu zodi nima bo'ldi? Heliqi ayim hammam bekla g'alita ayolgan. U aslisining heliqi doraning barliq ishi huquqini bu to'yni almashtirish shart qilmoqchi bo'libdi. Bo'lmasa, to'y qilishlarga yo'l qo'ymaydi ekan. Aka, qaraganda sen bu yuqori baholı qizga o'ylanamideksan. Aldırma olmaqsanım, o'zim amal topaman. Onu ko'rdingiz mi? Ko'rmadim. Onun dedinizmi yo'q? Eshiklarni yopmaydiganiga bir necha odam kelish kerak. Nimaga aldiraysiz? Siz armiyani himoya qilamiz deb topgan ozg'in pullarimizni shu faoliyatga sarf qilib qo'ydingiz. Onun uch qashqar davomimsiz. Nimani deyapsan?
Siz onunla, Kerem, ben sizni yaxshi ko'raman. Atamning o'rnida sizni yaxshi qolay desangiz bo'lmadimi? Yesib qilin. Anarxon. Yo'qmisizlar, yaxshimisizlar? Anarxon. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yana bir mo'jin narsani aytyapsizlar. 1 avgust armiya bayrami keldi emasmi? Akam yetishtirgan yangi mahsulotlarni ketib vaqtida tarqaysinlarga aytib keldik. Rahmat sizlarga. Avar bo'psizlar. Biz armiyani himoya qilamiz, haqiqatni suyishlar emasmi? Men O'zbek aldirash. Qismdagilar hozir tomoqqa keladi. Bizni texnik tamoq yemagandi. Bizni osh qilsak ketkazmaydigansizlar. Ondaqmi qilamdiga? Sen teklifni keltirmaydigan tursak, alaqchi. Ha, darhol oshpazlarga uqtiring, tomoq qilsin. Hop. Hurmat! O'ltiringlar. Yo'ldoshlar, bu qiz doim Turpandan kelib bizning hol so'raydigan Anarxon bo'ladi. Ya'ni kelib u atrat boshlig'imiz Kerimning yaqin do'sti. Biz endi uning hol so'rash uchun qismimizga kelganligini naqshimiz orqali qizg'in qarshilaylik. Kerim harbiy bo'lib, mangdi kiraga, ki özüm öz kaldırıp ana sehraga. Bizim güzel bağlam tez anakan. Sevgi bilen tanışılır hoşti Katarga. Ey terbiler o her dem harlik çok kırar. Anarxon. Tanışsızlar. Siz ovoz so'zlang. Buni lekin so'z solab o'tganmanlar. Sizlarning pul topmag'inlarmi asal emas. Kerim, siz meni kamman demoqchimi yoki narsa kerak etganman demoqchimi? Men siz buni lekin bu yerkana. Men sizga shuncha ko'p xat yozdim. Siz nima uchun bir apachimi javob xat yozmaysiz? Voy. Tursunning dadasi, nima bo'ldi? Ma'qul, hozirla boray. Tursunga nima bo'pti? Chatoq teribdi. Tursun. Opang bilan dadang seni ip ketgili ketdi. Tursun? Tursun. 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 Bana degine. Seni kim bo'lsa qildi ya? Tursunning opasi. Tursun bugun boshqa bolalar bilan so'qishib qoldi ekan. Onunğa shuncha nasihat qilsam-mu, u gapimni zadil anglamayotdi. Onunğa bo'lgan tarbiyani kuchaytgan bo'lsanglar. Kechiring. Men cho'qim onunğa yaxshi tarbiya qilaman. Ahsara. Yiqilib tushmagin yana. Avoylig'ini. Bu bolamiz pek cho'qchimi? O küçük bala tursa, siz bilan 5 yillik ish topar ketib, tash arasida yursa, bunchalar qoida usulni bilishi mumkinmi? Lekin men sizning ishchingiz pishmaydi ekan. Xuddi jangga yurgandek ish qilayotgansiz. Tursun sizning o'z o'g'lingiz-ku. Bayqi mudirmi pek qattiq qo'lgan. Lekin uning bir yog'iz kepi quluqimga shundoq yaxshiydi-a? Qaysi kepi? O meni Tursunning opasi dedi-ku. Utuq kazandım. Utuq kazandım. Almakan! Almakan! Yana nima bo'ldi? Hech nima. Endi sen nima tamoq yemaysan? Saqlayapman. Sen meni saqlayapsan. Po'latning tajriba natijasi saqlayapsan-ku deyman.
Onun tecrübe neticesi çıkmasa açlıktan ölüdüğün okşamamsa. Almakam! Kazandım! Tecrübe muhabbet oldu! Almakam! Almakam! Yapma! Polat'la tecrübe muhabbet koptu! Al yolları. Qara, mana bu yeni pek saqlash to'g'risida ishlatilgan uzun. Buni yana ishkirma bo'ladi. Qandaq? Aka. Amarxon. Deb o'ynama. Hoş bulduk. Kerem! Kerem! Tursun? Bunun tatlı uxlab ketkinni. Tursun, kim geldi? Siz kelganmidingiz? Chapot atibsiz. Aldırış bolsamı, balını uyda yalğız tashlab qo'yishga bo'lmaydi-da. Bu balaga o'tgan qatim qiyinlik ishdan keyin yasliga faqat bormaydigan bo'lib oldi. Tursun yasliga muhtoj emas. U faqat o'ziga kuyinadigan odamga muhtoj. Ha? Siz uni nega bormoqchi? Tursunni Sultonga aytib ketay. U yerda eng yaxshi yaslida ham eng yaxshi maktablarda tarbiya olaydi. Unda qilsa qamshamdi. Neymişki qamlashmag'dak. Shunda qilsam sizmi bu yerda xizmatingizni xotirjam ishlayverasiz emasmi? Bo'lmaydi, hargiz bo'lmaydi. Kerim, rostini dana, Tursun dadi kimning bolasi? Albatta mening bolam. Anasi bular zodi kim? Tursunning o'z ota-onasi. Ham mening hisobdoshim. Tursunning onasi Tursunni elib yo'lishini yo'qlab ketdi ekan. Tog'dan chiqayotganda ikkalar mashina ostiga uchrabdi. Neymiş bana burunroq demaysiz? Bu ishni bilgan bo'lsam sizga turroq yordam qilmamdi. Tursunni men aytib ketay. O menga sizning o'g'lingiz. Men uni sizni tatib olmayman. Ana xala. O'ylash biroq ish qiling. Ota-onangizmi yashnab qolgan tursa? Agar menga tursa yordam qilmasa, Tursunni o'zim beqiyveraman. Bu muvofiq bo'lmaydi. Men rozi. Boshqalar qanday o'ylasa o'ylayversin. Bu ocham sizga qaytarishga tegishli qarz. Buni men o'z ustimga olaman.
Tursun, o kishi buvang bo'ladi. Yenidikisi momang. Hey, sen küçük. Bana aytib bergine. Sen zade kimning bolasi? Dada, o mening bolam. Qizim, sen oyoq qil. Mayli kimning bolasi bo'lsin, mening mehmonim bo'lgan ekan, men yaxshi yemeklar bilan mehmon qilishim kerak. Men yo'q qara. Tepimda turgan odam. Dada, o mehmon emas. Buningdagi mushu uyda turib qoladi. O zodi qanday ish? Anarxon, ayta, o zot kimning bolasi? Uning dadasi Kerim. Ha? Qaysi Kerim? Yezimizga harbiylik ketgan Kerimchi. Chezirlarda yetib, har kuni har taraflarda yuradigan Kerim. Bu uning o'g'li. Bu yil 5 yoshga kiribdi. O zodi qanday ish? Uning apisi 3 yil ilgari mashina hodisasida o'lib ketibdi. Baliq bu ish qattiq ta'sir qilg'achqa gap qilolmaydigan bo'lib qopti. Kerimning uning holidan xabar olg'dak vaqti yo'q. Shunga uni men ib keldim. Balam, anang ikkimizni uyda o'ltirib bekor bo'lib qoldi deb o'ylab qolgan o'xshamamsan. Dada, Tursun gap qilolmaydi. U bizning g'amxo'rligimizga muhtoj. Undaqda men uning lug'at bo'ladi ekanman-da. U bizning uyda tursa, so'zlayman-da. Shu emasmi? Yana kelib o ochangning bolasi bo'lmasa, biz uni qanday boqamiz? Uning ustiga ustun tut uyimiz bir kichik bola paydo bo'lib qolsa, buni qo'shnilarga nima deb tushundiramiz? Uni mening bolam deb bilinglar. To'xta. Anarxon, qaraganda bizga deydigan gapim va'da qiladi. Qandaq gapingiz edi? Ma'qul dada. Silimi bililar. Kishigimdan aytib so'zlashni o'rganib ekanman. Gapni o'dirla daveray. Men Kerimni yoqtiraman. Mening bu bolaga ona bo'g'im bor. Gapim tugadi. Bu gapcha sen ochangning burunqi loyiqiga yotib bo'lmoqchimi? Yana kelib mushu bolaning dadasiga. Shundoq dada. Dada, bu gapning sizga eg'ir kelganligini bilaman. Buni men burun demoqchidim, lekin Dada. Nerede? Şunu koydum ha? Yana bir qatını qo'yay-ya. Yaxshi. Bo'ldi. O'rnimdan tura. Shuni yuzab qo'yay. Ketir olay-ya. Bu ish Kerim nima deydi? O texi menga javob bermadi. Bilaman. Uning bu qiyin. Nima ish? Opa. Meni urg'ilib bo'lsa uraverasizlar. Mening seni urug'im yo'q. Lekin hech tushunmadim. Sen nima shunday qiladigansan? Sening ochangga bo'lgan mehrim bak cho'nqir o'xshamamdi. Dahshatda men shunday o'ylagan. Lekin keyinchi o'zimningmi uni yoqtirib qolganligimni his qilib qoldim. Denisimi o'z vaqtida u ocham bilan yurgan chaqlarda men texi kichikdim emasmi? Qizlar, sen Kerimning o'zing orzu qilib yurgan yigit ekanligini muqimlashtira olamsan? Bilmayman. Haqiqatan ocham ishlagan shu elektr stansiyaning yenidan o'tganimda u xuddi menga baxt tilayotgandek tuyg'uda bo'ldim. Appa,
Açam bana hoşallık bilen qo'shilangladı bu. İhtimal kerak. Men o'ylagandek unchalik yaxshimi emasdi. Lekin u sizlar tasavvur qilgandek bunchalik yomonmi emas. Qizim, ko'nglimni tushundi. Agar sen rost shunday o'ylagan bo'lsang, andaqda u ochang sana ata qilgan baxt o'xshaydi. Bu ishtonda ehir kelarmi? Uning kesili yana qo'shilib qolarmi? Qizim, dadani men obdan tushunaman. U og'zida vor qilgani bilan ko'nglida yomonlik yo'q odam. Abba, men sizga eskilanmayman. Tursun, qara, bu-chi pishmish uzum. Bu uzum shundoq tatliq. Agar bir eg'iz gap qilsang, og'zingga bir tosh qetib qo'yaman. Pishmish uzum degina. Amsa pishmish uzum, pishmish uzum, pishmish uzum tapaqa. To'xta davomini. To'xta. Dada.这样的话呢，现在中流队就已经胜算在握了。我们看到，在知道这个比赛的形势已经赢了，所以说吉普呢跟哈弗也是谈笑风生，非常的高兴。所以说这场比赛呢，在关键时刻，罗德曼还是立下了很大的功劳。看这个球遗憾，如果进的话，那也许场面呢就会发生根本性的变化。 Sen harbiylarni yaxshi ko'ramsan? Men yosh vaqtimda xalq askarlariga lanjang bo'lgan. O'rnidan turib masalamda. Nahayat yaxshi. Men bilaman. Müştokun kiramigini makallarının ömür boyu yuka çıkadığını okulan sınavı çıkarlık. Hey, kayır kalkınızı bakmayın değil mi? Yoğansız değilse. Sol arışıma cip oturun ha? Ne? Sen beni kayır kal diye de otamsa? Ne? Bundak olsa özün bakmazsın. Oldu. Kimdir ola? Koyutola. Sana bu bir baksın. Baksın. Ne kayır kaptım ama? Doğru. Sen misiniz? Bu topunu itip tükürpek mi ha? İlin ha. İtin ha. Ya halakka neymiş kalatın tükürse? Tükürse değil mi? Halklar tükürse. Yana bir digine. Allah! Senin kocan beni ağzı buğada çağırdı. Tursun!
yana bir qatim o'ylaydi. Baba, men qaytib keldim. Qara, sana nima keldim? Baba, Tursunga nima bo'ldi? Tursun, yaxshi. Sendan yuzasi yaxshi. Shundaqmi? Undaqda sizlarni avvar qilib qo'ydim. Oppa, su ichi. Oppa. Oppa, su ichi. Yapamaydigan bo'ldimmi? Oppa, yig'lama. Sening bola. Gap qilmaydigan bo'ldingmi? Yig'lama, oppa. Sening bola. Meni apa deyaladi? Wah. Baba. Rahmat sizga. Rahmat baba. Baba, mush yo'lni tanlagan bo'lsam, pushaymon qilma. Qurolliq soqchi ofitser, askar do'stlarim. Bugun 1-avgust armiya bayrami. Men Yolqintoq sayohat kooperativiga vakolatan sizlarning go'zal Turpan diyorimizga mehmon bo'lib kelishinglarni qarshi olaman. Turpan sizlarning bugungi oilanglar, shundaqla mangulik oilanglar. Men sizlarning o'z hamshiranglar. Mening ismim Anarxon. Yeah!